Vazirlar tuman tashkilotiga tushib, hokimlar bilan ishini to'g'rilasa, natijada mutlaqo boshqacha bo'lar edi. Vazirlar, hukumatdagi mas'ullar tartib intizomga vaqti e'tibor bermagani uchun islohotlar ijrosi cho'zilib ketyapti. Masalan, suyultirilgan gaz yetkazishda 60-70 kunlab uzilish bo'lyapti. Ayniqsa Andijon va Surxondaryodagi murojaatlarning 70% shu masala bilan bog'liq. Aholiga yetkazib berilayotgan suyultirilgan gaz hajmi aprelda 14,5 ming, mayda 7 ming tonnaga kamaygan. Aholiga gaz yetkazib berish yanvarda o'rtacha 39 kunga kechikkan bo'lsa, mayda 51 kunga kechikkan. Sohada raqamlashtirish yo'q. Shu yilning o'zida hudud gaz prokuratura bilan hamkorlikda 6 mingta ballon, 77 ming tonna suyultirilgan gaz saqlanayotgan 116 ta bunkerni aniqlab, noqonuniy savdoga chek qo'ygan. Sultanov Mirzo Mahmudovga savol: issiq kunlarda gaz shuncha muammo bo'lsa, qishda odamlar qozonni qanday qaynatadi? Ikkita rahbar 2 haftada yechim topsin. Yana bir masala, yozni boshlanishi salqin keldi, lekin bugungi kunlarda ancha kunlar isib ketdi, elektr iste'moli oshdi. May oyida 40 ming xonadonda 1 ming kilovatdan ko'p elektr sarflangan. Shundan 1,5 mingga ehtiyojmand oilalar. Oxirgi bir haftada kunlik elektr iste'moli 15% ga oshdi. 180 milliondan 210 million kilovatga oshdi. 12-iyul kuni tarmoqlarda 14 ta avariya sodir bo'lgani uchun aholi va tadbirkorlar 10 soatgacha elektrsiz qoldi. 2 oy oldin Energiya samaradorlik agentligini tashkil qilib, byudjetdan 100 milliard so'm berdik. Bunda aholi uyiga o'z mablag'idan quyosh paneli va kollektorlar o'rnatsa, xarajatni 20% ga, issiqlik nasoslarini esa 40% gacha subsidiya ajratiladi. O'tgan 5 oyda sanoat 6,4% ga o'sdi. Eksport 18%, jami 8,3 milliard, xorijiy investitsiya 46%, 15 milliard dollarga oshdi. Qiymati 3 milliard dollarlik 2,5 mingdan ziyod yangi quvvat ishga tushdi. 2 million 400 ming odam daromadli bo'ldi. Bu natijalarga qancha mashaqqat bilan erishganimizni tushungan odam tushunadi, lekin ko'rib turibsizlar, kuni kecha dunyoda yana bir mojarolar o'chog'i avj olgani nafaqat Yaqin Sharq, balki mintaqamizga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Keskinlashuv davom etsa, pandemiyadan keyin endi tiklanayotgan savdo aloqalari va logistika marshutlari qiyinlashadi. Tinchlik, adolat va inson qadrini ulug'lashga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ham oshib bormoqda. Shu bois har bir hokim hududdagi, vazirlar esa tarmoqdagi imkoniyat va xavflarni oldindan ko'ra bilib, proaktiv, ya'ni topshiriq kutmasdan o'zi tashabbus ko'rsatib ishlashga o'tishi shart.